Podsho vazirlarda aqlligini, Xudodan qo'rqqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddimdan oshib ketsam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, podsho deydi. Sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yopishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim podsholigingizni berarmidingiz? Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun podsholikni? Berardim yarmini deydi. Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu kirgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini berarmidingiz deydi. Qolgan yarmini berardim deydi. Demak, qadri bir piyolachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymaying deydi. Ana birodarlar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi.